Diqqat qaranglar, mana shu akamizni ehtiyot bo'linglar, hushyor bo'linglar. Nimaga deyapsanmi? Mana qaranglar, mana uni Xitoyniki deyishyapti, rostmi yolg'onmi o'zidan kommentariyga qoldirasiz. Narxiga keladigan bo'lsa 620 ming deyaptilar. Xohlasang bunaqasi bor Xitoyniki, xohlasang buniki bor ekan, o'zlari ishlab chiqaraman deyaptilar. Do'stlar, nima deysizlar? Yolg'onmi rostmi kommentariyga fikrlar qoldirib, xohlasang lesalar o'zlari ishlab chiqarishadi. Xoni bor, yo xohlasang Xitoyniki deyaptilar. Bizga shunday deyaptilar, lekin birinchi qo'l bas ekan do'stlar. Eng asosiysi do'stlar, arabalari ham bor ekan do'stlar. Arabalari vashli qimmat, bor-yo'g'i 420 ming so'mdan 400 ming so'mdan boshqa ag'ib qolib ketaveradi do'stlar. Xohlasa apalavkalari bor ekan do'stlar. 1-2-3 yil ishlayapti, lekin bunday ushlaganingizda bunday qilaydi. Xohlasa egilib ketaman deyapti. Odam chiqsa ham bemalol ko'tarmaydi xondan bo'ladi do'stlar. Xohlagancha variantlarni deb qilasizlar do'stlar, 5 tasi bittada bo'ladi. Общий uzunligi 19 metr, vashli qimmat, bor-yo'g'i 2 million 600 ming so'mdan mana shu ko'rib turgan komplektlar 50 sm dan boshlab 1 metrgacha qilib berishaveradi. Eng arzoni 2 million 600 ming so'mdan boshlanadi do'stlar. Kimga shunaqangi lesa, pesa, apalavkalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, ash ko'rsatgan akamizga hushyor bo'lib turib, pastdan nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.